yozning kunlarini yaxshi kunlar qanaqa bo'lyapti degan klientlarimizni, boshqa yaqin klientlarimizni murojaat qilmoqchimiz. Yaxshi kunlar keyin o'qishlar orqali judayam talaba o'quvchiga aylanganmiz. Oradan yaxshi kunlar qanaqa bo'lyapti deganda ota-onamiz bilan shu kechki payt yig'ilishimiz yoki boshqa qarindosh urug'larimiz yoki boshqalar kechki payt yig'ilganimizda shu bir-birimizni ko'radigan paytdagi kunlar yaxshi kunlar deb hisoblanib, yaxshi kunlar bo'lyapti. Toshkent shahrida hozir mehmonga borish, kelish, ketishlar bo'lmayapti. Yana bitta narsani o'rgatib qo'yamiz. To'y, oila qurishlar qanaqa bo'lyapti deganda, shu ota-onamiz bilan birgalikda borib, shu o'rtoq bo'lganda keyin uyimizda yoki uyda mehmon bo'lib, o'rtoq bo'lib, shu kunini belgilab, undan keyin yaxshi kunimizda yaqin o'rtoqlarimiz, yaqin bo'lgan o'sha birga o'qiganlarimiz yoki maktabdagi o'rtoqlarimizni chaqirib, xuddi shunaqa faqat to'y emaski, kundalik o'sha tug'ilgan kunlarimizga to'ylar bo'lyapti. Shuning uchun fuqarolarimiz boshqasi dovdirab qolmasin uchun kuz oyida shu oktyabr, noyabrlarda sekin kunlarimiz o'z holatiga qaytib joyiga keladi va o'z-o'zidan ko'rinib turibdi. Kichkina to'yxonalarimizga yaxshi qurilgan, bitta bo'lgan, o'ziga 100% javob beradigan to'yxonalarimiz qo'shiladi va qolgan nimalarimiz, to'y o'tkazadigan joylarimiz 100% kamida o'ta oladi. Shuning uchun har xil shukumonda oila qurganlardan eshitganimiz uchun shukumonlarda ko'p yashashganiga unaqa to'yxonalarni yopib tashladik. Va yana bitta narsani eslatib o'tmoqchimiz. To'yxona ikki barobar bo'ladi. To'yxona kechqurun qilinadigan 10-11dan keyin qilinadigan to'yxona, restoran, shunaqa o'z-o'zidan yopib oldik. Fuqaro xalqlar bilan qolganlari to'yxona bilan to'ylarni o'zbekchalarni ochib qo'ydik. Ana o'shandan keyin qo'rqmasdan xalq bankidan va o'sha kundaligimizga qarab murojaat qilib, baxtli hayot kunlarimizni boshlab hayotimizdan kechirsak bo'ladi. Shunaqa yengilliklarni eslatib o'tmoqchimiz. Shunaqa oson, qulay sharoit boshlanganida restoran yoki zamonaviy bo'lgan orzu-havaslarni xayol surib o'tirmasdan amalga oshirsak, albatta hamma kunlarimiz o'z-o'zidan muvaffaqiyatli kechadi degan niyatda 100% va'da berib qolamiz. Shular bilan o'qituvchiga shoshilib sartarosh bo'ldi. O'shaning uchun nega ko'p mehmondorchilik, boshqa yaxshi kunlar aylanmoqda deb shubhada birovlarnikiga qarab yurmasdan o'zimizlarni kelayotganimizni ko'raylik degan niyatda yaxshi niyatlarimizni qoldirdik.